Xullas, okamlar mashinani salondan olib chiqib, nomer takslari bilan bizani oldimizga kelibdilar. Ya'ni sifatli ish kerak bo'lganligi uchun Beka tuningga borib qildiraman deb niyat qilgan ekanlar. Mana okalar ko'rsanglar bo'ladi. Salon laminatsiyasi qilib berildi. Tonirovkalari titanium yopishtirib berildi 100 taligi. Oldiga solntsзащитный narri 98% ko'rsatyapti. Endi mashina o'rnatganimizdan keyin effektlarini o'zlari gapirib beradilar. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, Beka tuningga murojaat qilinglar. Narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozinglar va narxini bizga yozib jo'natamiz. Tracker mashinamizni hal ko'rsatganimizdek jarayon ish bitdi. Tonirovka qilib berdik, oldi polosferaga solntsзащитный qilib berdik hamda salon laminatsiyasini qilib berdik. Xulosa fikringizni bitta ko'rib bering, baho bering. Bir xil keladi. Rahmat deb o'tirib ketishadi, keyin 3-4 kundan keyin telefon qilib, "Hamnaqa bo'pti" deganlar ham bo'ladi. Yo, zo'r. Tekshirib olish kerak. Yaxshi chiqdi. 6 soatda bitta deshuvda bir 3,5 soatcha vaqt ketdi shakal. Zapasi bitirib berishdi. Har doim. Lutchi ko'proq vaqt etib, tezroq qilib berganimiz yaxshiroq. Chem kam vaqt etib cho'zganimiz. To'xtatar. Okey? Rozi bo'linglar, rahmat.